Mana uni homila mevasi deydi. Homila mevasi, ya'niki mahilkin. Buni qanday tayyorlanadi? Ikkitasini ezasiz. Ikkitasini yaxshilab ezasizda 1 kunlik doza mana shu er-xotinga. Xohlasangiz ichidagi nimasi ham bor. Qattiq urug'i bor. U shart emas. Mana ustini yuvib tozalab 1 kunda tonus ko'tarar ekan. 1 kunda o'zida. Shunday deb yozilgan. Tushundingizmi? Mana shuni ezasizda, masalan 2 litrga damlaysiz. Xohlang 2 litrga 1-2 soat, 3 soat damlanglar, kun davomida er-xotin ichinglar. Ertasi kuni yana ikkitasini. Mana shunday qilinglar. Yaxshilab damlab turib. Bir oy keyin sabr qilasizlar. Endi ko'p bo'lsa mayli damlab ichib yuringlar, agar ko'p bo'lsa. Xolos, avvalambor Xudo. Tushunasizmi? Avvalambor Xudo. Farzand berayotgan Xudo. Birodarlar, negativlar ko'zing chiqqurlar. Tushunlaysiz-a? Bizlardan talab qilinadigan faqat sababini qilish, birodarlar.